Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq YouTube va boshqa tarmoqlarda reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga esa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldiring. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Ushbu ekranda ko'rib turgan akalar, birinchi sotiladigan texnikamiz mini ekskavatorimiz sotiladi. Ushbu ekskavatorimiz yaponskiy deb ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu texnikamizning hamma soz holatda yili 2024-yil ishlab chiqarilgan. Motochasi esa 800 soat ishlagan ekan. Texnikamiz yangidek turibdi. Motor korobkalari ham joyida. Radnoy texnikamizga garantiya beriladi deb aytib o'tishmoqdalar. Bemalol borib ko'rib, minib ko'rib olishingiz mumkin. Narxi esa $15,000 deyishmoqda. Yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Namangan viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu ekranda ko'rib turgan texnikamiz sotiladi. Traktorimizning holati yaxshi holatda. Motor korobka zadniy moslari soz holatda, vomlari ishlaydi, akkumulyator statorlari ham zo'r holatda deb ma'lumot berishganlar. Ushbu traktorimizning narxi esa 42 million so'm, yana kami bor, manzil Jizzaxda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqamni ekranda qoldirganmiz. Akalar, eslatib o'tamiz, o'zingizga kerakli bo'lgan texnika nomini kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi dasturimda siz so'ragan texnikalarni ham topib chiqarishga harakat qilaman. Buning uchun kommentariyaga yozib qoldiring o'zingizga kerakli texnikani. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80.2 traktorimiz srochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning hamma soz holati deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizni bemalol ko'rib, haydab ko'rishingiz mumkin. Ushbu traktorimizning narxini esa 70 million so'm deyishmoqda. Yana oz-moz kami bor. Holati zo'r holatda, jiddiy ishi yo'q. Korobkalar, motorlari, moslari zo'r holatda. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashamiz deb qo'yganlar. Texnikamiz Toshkentda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80X traktorimiz gidravlika traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning rullari 100% gidravlika ekan. Hamma yer ishlaydi. Golovkalari ham, nasoslari ham yangi deb aytib o'tishmoqdalar. Vipskalari yangi vipska hammasi. Bekorga telefon qilmanglar, faqat oladigan odamlar telefon qilsin deb qo'ygan ekanlar. Akamiz narxi esa 45 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Samarqandda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, eslatib o'tamiz, kommentariyada Telegram kanalimizni qo'yganmiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Ssilka esa kommentariyada turibdi, bosib ustiga kirib qo'shilib qo'yishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Traktorimizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Motorlari polni remontdan chiqqan qora motor deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa attiga 38 million so'm akalar. Yana kelishiladigan joyi bor, manzil Buxoro. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktor izlab yurgan akalarimiz, ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz srochni sotiladi. Motorlari moy yemaydi, rullari gidravlika holati zo'r holatda deb ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamiz doimiy ishlab haydalib yurgan texnika ekan. Ushbu traktorimizning narxini yana kelishamiz deganlar. Narxi 35 million so'm, kami bor, manzil Surxondaryoda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida albatta bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldirishni unutmang. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz srochni sotiladi. Holati a'lo darajada, ishga tayyor holatda. Hech qanday kamchiliklari yo'q. Ushbu traktorimiz 1990-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, kalitda zavod bo'ladi. Ushbu texnikamizning narxi esa 26 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu traktorimiz Xorazm viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumot. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz ham ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz komplekt holatda sotuvga qo'yilgan akalar. Komplektini, rasmlarini mana ko'rib turibsiz ekranda. Ushbu texnikamiz srochni sotiladi. Texnikamizning hech qanday kamchilik, aybi joylari yo'q. Olasiz, ishlatasiz akalar, rasxod qilmaysiz ushbu texnikamizga deb ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu texnikamizning narxi esa komplekt holatda 30 million so'm, yana oz-moz kami bor. Texnikamiz Jizzaxda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar bo'lsa, marhamat. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Komplektida esa nimalar bor eshiting. Ushbu texnikamizning agregatlaridan plug, chisel, KPN, oldi lopatkasi bor ekan. Texnikamizning hamma agregatlari zavodskoy traktor, texnik holati juda ham yaxshi holatda. Motor korobka zadniy moslari yaqinda remont bo'lgan. Ushbu texnikamizning motorlari moy yemaydi, rasxod qilmaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Kapitalniy remontdan chiqqan texnika, elektr ishlari ham qilingan. Faqatgina haydash kerak, akkumulyator va hamma narsa joyida.
Texnikamizning narxi 40 million so'm, manzil Buxoroda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan akalar traktorimiz Belarus traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizga qora motor qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Korobka zadniy moslari qilingan. Xarajati yo'q texnika. Ushbu texnikamizga qo'shimcha holatda plugi ham bor ekan. Traktorimizning narxi esa 65 million so'm, manzil Samarqandda. Traktorimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlar bo'lsa marhamat. Akalar, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimiz ham o'tkazib yuborib, ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan pogruzchikimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz 3 kubali deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz pogruzchikimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan bir qo'l motochasi 16290 motochasi yurgan ekan. Ushbu texnikamiz ideal holatda tayyor deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 400 million so'm, yana kami bor. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olasiz. Manzil Toshkentda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Magnum K8940 traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamiz hamma yeri polni remont qilingan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz, haydaysiz, hech qanday kamchilik va rasxodli joylari yo'q. Qolgan akamiz o'zlari bilan gaplashishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning narxi esa 285 million so'm deyishmoqda. Manzil Buxoroda. Traktorimizni ko'ring. Ushbu texnikamiz ham sizlar uchun. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan New Holland TS 130 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta ballonlari ham yangi akalar texnikamizni olasiz, haydaysiz, ballonlari ham toza, o'zi ham toza texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning qolgan ma'lumotlari uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz, albatta qo'ng'iroq qilasiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz. Narxi esa 17 ming dollar. Yana kelishiladigan joyi bor. Texnikamiz Toshkentda. Ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa albatta sotib olishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Class Dominant 130 kombaynimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda. Remontdan chiqqan 2008-yilda ishlab chiqarilgan, motori almashgan, qora motorda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar trakt. Ushbu kombaynimiz holati zo'r holatda. Narxi esa 14 ming dollar, yana kami bor. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga aloqaga chiqing. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan Presspad boshqimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Balinotti deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu Presspad boshqimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan ekan. 2 ipli, og'irligi 1,5 ming tonna pashti deb aytib o'tishmoqdalar. Soatiga 220-260 press chiqarar ekan. Ushbu Presspad boshqimizning razmeri 40-50-90 sm. Garantiyasi 1 yil. Sotib olish uchun akamizga qo'ng'iroq qilasiz, boshqa ma'lumotlarni ham aytib o'tishadi. Narxi 195 million, manzil Toshkentda.